aytganini qiladigan hozirda yana shakllantiramiz va undan ham yaxshiroq kuchliroq shakllantiramiz. Aytganim bunaqa yurishlar, hammani ommani oldida yurish, bunaqa narsalar menga uyatadi rosa. Uyatadi. Bir paytlar qilib ko'rganman-da, hamma kech paytda qorong'uda qilganman. Mana shunda lekin buni ko'rib olmayapman endi. Odamlarga qarasang, nol yo'l, nay tomoniga o'tib olib xullas. Shunaqa yurgan edim bosh paytda. Lekin Allohga shukr hozir maqsad bor. Hamma narsa maqsad bo'lib oladi. Maqsad bo'lsa unaqa narsalar qiziq bo'lmaydi. Maqsadlik yo'lida jarang bo'lish kerak. Haligi mana shu qistani men ko'p eshitaman. Misol qurbaqalar to'yga chiqishdi. Jarishadimi bu sekin ko'rsatsa. Qurbaqalar, shu baqalar to'yga chiqib jarishadi. O'shanda bir 100 qurbaqa taqqani ichidan 100 baqani ichidan birala qurbaqa to'yni ustiga chiqadi. Mana bu hamma pozdravit etsa u qurbaqa aytadi. Endi yo'lda qolganlar qani deydi. U qolganlar yarim yo'lda qolib ketganidan ham xabari yo'q ekanda, uni bilmagan. U qulog'i kar ekan. Garang qurbaqa bo'lgan ekan. Odam o'zining maqsadini yo'lida shunaqa garang bo'lish kerak ekan. Bitta maqsad qo'ydimi? Shu maqsadni yo'lida odamlar riyosiga, odamlarning ko'z qarashiga, negativ qanaqa kritikasiga qaramasdan harakat qilsa keyin natija bo'ladi. Shuning uchun endi men shu qurbaqadan misol oldim. Bu endi quruq qurbaqadan misol bo'lar ekanmi desa, g'alati o'ylash ekan bo'lishmi odamlar? G'alati tuyulishi mumkin sizlarga. Qurbaqadan misol oladim. Hech narsa bo'lmaydi. Hatto Qur'onda oyat bor shunaqa ma'noda. Alloh taolo pashsha chivinlarni ham misol qilgan. Nima qilmaydi? Hayo qilmaydi. Alloh taolo bu misol qilishlikdan maqsad bu hali o'rni olish uchun misol qiladi. Shunaqa.